Amerika tubi aholisi hindu qabilalar hayoti haqidagi dasturimizni tomosha qilyapsiz. 17-asrda yevropaliklar yangi dunyoga kelib o'rnasha boshlagan davrlarda ular tub aholi bilan bir dasturxon atrofida o'tirib tamaddi qilgan paytlar bo'lgan. Yevropaliklar uchun yangi dunyo tabiatiga, iqlimiga o'rganish oson kechmagan. Ular ocharchilik balosi bilan yuzlashgan. Hayot uchun kurashda hindular ularga yaqindan yordam bergan. Navbatdagi lavhamiz mana shu hindu qabilalarining taomlari haqida. This is our maple brine turkey. Kurka go'shti amerikaliklarning joni u dili, har kuni yeyishadi uni. And we use just the breast part of the turkey. Amerika hindulari muzeyida antiqa bir restoran bor. Unda tub aholi yeydigan taomlar taklif qilinadi. Menyu hindu qabilalari maslahatiga asoslanib tuzilgan. Richard Getzler Amerikaning yetakchi sheflaridan biri. Bu restoranni bekorga tanlamagan. I think the biggest Hindular har bir kuni uchun yaratganga shukr qilib yashaydigan odamlar. Taomlari juda tabiiy va lazzatli. Har yili hosil yig'ilganda katta bayram qilishgan. Tarixiy hujjatlarda yozilishicha 1611-yilda kelgandilar va hindular birinchi marta bir davrada o'tirib non yegan, hosil bayramini birgalikda nishonlashgan. Richard Getzler fikricha, yevropaliklar va hindu qabilalar qonli urushlarga qaramay bir-biridan ko'p narsa o'rgangan. Har ikki tomon bu o'lkada hayot uchun kurashgan. Tub aholi tabiat sirlarini yaxshi tushungan, ocharchilikdan saqlanishni bilgan. Ularning yordamisiz, deydi tarixchilar, kelgandalar nobud bo'lgan bo'lardi. Hindular oziq-ovqat mahsulotlarini qanday asrashni bilgan, turli tabiiy usullar bilan sifatli holda uzoq muddatga yetkaza olgan. Ular yeguliklarni ilohiy ehson sifatida ko'rgan. Kelgandalar ularni yovvoyi odamlar sifatida ko'rgan, ammo tub aholi noz-ne'matlarga boy edi. Mana bu 3 opa-singil salati. Loviya, makajo'xori va qovoqdan tayyorlanadi. Har 3 sabzavot bugun amerikaliklar jon deb yeydigan mahsulot. Non esa makka unidan tayyorlangan. Hindu kulinariyasini izchil o'rganib chiqqan pazanda nazarida yevropaliklar tub aholi dasturxonidagi ko'plab taomlarni o'zlashtirgan. Hindularning asl noni juda qattiq bo'lgan, uzoq yo'lga mo'ljallangan. Chunki hindular ko'chmanchi qabilalar edi. Kelgandilar Makkani yaxshi ko'rgan, ammo bu nonni yumshoq qilib yopa boshlagan. Yevropaliklar tub aholidan sabzavot va go'shtni asrash sirlarini ham o'rgangan. Qishdan sog'lom chiqish, uni to'qlikda o'tkazish haqida saboqlar olgan. Eng oson yo'li bu sabzavotlarni quritib olib qo'yish bo'lgan. Barchasidan qoq qilingan. Tub aholi hosilni tuzlab olib qo'yavergan. Zahira bahorgacha yetayotganini ko'rib kelgandilar, ularga juda havas qilishgan. Lekin ona yerlari mustamlakachilar qo'liga o'tayotganiga chiday olmagan hindular asta-sekin madaniy yaqinlashuvni chetga surib, kelgandilarga qarshi bosh ko'targan. Taomlar yetib keldi, lekin mustamlakachilar qilishi ostida minglab insonlar, o'nlab qabilalar qirilib ketgan.